Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz siz bilan o'tgan safargi videomizda Nyum Avenue qurilish haqida gaplashgandik. Bugun esa siz bilan, ya'ni bizdan Nyum Avenue qurilish kompaniyasi qanday qilib xonadon xarid qilish shartlari va tartiblari haqida gaplashamiz. Videoni boshlashimizdan oldin like va podpiska tugmasini unutmang. Bizdan siz qanaqa tartibda, qanaqa shartlar bilan xonadon xarid qilishingiz mumkin? Birinchi navbatda bizda boshlang'ich to'lov yo'q. Shunday faqat pasport bilan kelasiz. Hech qanaqa boshlang'ich to'lov deganda, ya'ni o'sha uyning tan narxini 30%, 50% degan narsa bo'ladi. Ya'ni 100 million, 150 million unaqa to'lovlar yo'q. Faqat biz bilan shartnoma imzolashda pasport va birinchi oylik to'lov bilan kelasiz. Birinchi oylik to'lov qanaqa bo'ladi? O'sha olayotgan uyingizni kvadrat metr va etajga qarab chiqadigan summa bo'ladi. O'sha pasport va birinchi oylik to'lov bilan kelasiz, siz bilan shartnoma imzolaymiz. Shartnoma o'zi nima? Shartnomada sizning majburiyatingiz bo'ladi va bizning majburiyatimiz bo'ladi. Shartnomadagi bizning majburiyatimiz, ya'ni qurilishni o'z vaqtida topshirish, aytilgandek qilib topshirish. Masalan, men hozir korobka holati deyapmiz. Korobka holati aytilgandek tashqi fasad qilingan, tashqi eshik derazalar qo'yilgan dedik yoki 100% pishirishdan dedik. Ana shunaqa holatlarda biz 100% uyda pishirishdan deb sizga korobka holati topshirsak, qurilish muddatini 2027-yilda deyapmiz. Biz 2027-yilda emas, undan kechroq, uzunroq topshirsak yoki bo'lmasa qurilish umuman to'xtatib qolinadigan holatlarda siz qo'lingizdagi o'sha shartnoma bilan bemalol sudgacha murojaat qilishingiz mumkin. Agarda shartnomada ko'rsatilgan shartlar siz tomoningizdan buzilsa, ya'ni oylik to'lovlar o'z vaqtida to'lanmasa, shartnoma biz tomonimizdan bekor qilinadi va o'sha to'lagan summangiz 6 oydagi, ya'ni 180 ish kunidan keyin 100% qaytariladi. Ya'ni qanaqa holatda siz bizga to'lagan bo'lsangiz, o'sha kvitansiyangiz bilan kelasiz, xuddi shunaqa holatda qaytarib beramiz. Undan muammo bo'lmaydi. Bizning planovkalarimiz bo'yicha, ya'ni proyektlarimiz bo'yicha bir xonalik uylarimiz 37 kvadratdan boshlanyapti. 42-48 kvadratgacha. O'rtacha 37 kvadratli uyimizning oylik to'lovi 3.800.000 so'mlardan boshlab chiqadi, 4-4.5 millionlar atrofida chiqadi. Ikki xonali uylarimiz esa, ikki xonali uylarimiz 55 kvadratdan boshlanadi. Oylik to'lovlari 5-5.5 millionlar atrofida chiqadi. Bir xonali uyimizda ham, ikki xonali uyimizda ham, uch xonali uyimizda ham albatta balkonlar bor. Balkon va derazalarimiz bor. Birorta gulxoy xona, ya'ni qorong'u, derazasiz xonalarimiz tushmagan planovkalarimizda. Bemalol uni ofisga kelsangiz ko'rsatishimiz mumkin. Yana bitta qulayligi bor. Masalan, siz chet davlatida ishlaysiz yoki bo'lmasa bizdan xonadon xarid qilib chetga chiqmoqchisiz. Rossiya va Turkiya farqi yo'q. Bemalol masalan bizdan xonadon xarid qilib chetga chiqishingiz ham mumkin-da. Faqat o'rningizga kimdir kelib to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishi kerak, xolos. Hech qanaqa qarzdorlik, unaqa narsalar chiqmaydi. Chunki bizning uylarimizda bank aralashuvi yo'q. Buni peniya foiz yo'q, qo'shma hisobiga bank aralashmagan, bemalol chekka chiqishingiz ham mumkin. Faqat oylik to'lovlarni sizning o'rningizda kimdir o'sha oyma-oy to'lab borish kerak, xolos. Boshqa hech qanaqa farq qilmaydi. Hozir biz uylarimizni boshlang'ich to'lovsiz deyapmiz. Ya'ni o'sha boshlang'ich to'lov aytgandek 30%, 50% deyapmiz. Agarda yana bitta qulayligimiz, agarda siz bizga o'z ixtiyoriy ravishda boshlang'ich to'lov kiritadigan bo'lsangiz, to'lagan har 10% uchun yana 100 ming so'mdan chegirma qilib berishimiz mumkin. Ya'ni siz olayotgan uyingizni umumiy summasi 300 million so'm bo'lyapti. Agar siz 30% to'lov qiladigan bo'lsangiz 100 ming so'm, 60% to'lov qiladigan bo'lsangiz 60 million so'm to'lov qiladigan bo'lsangiz 200 ming so'mdan chegirma qilib berishimiz mumkin. Agarda sizga xonadonlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, siz ekranda ko'rsatilgan raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ofisimiz o'sha bir hafta mobaynida yakshanba kuni ham dam olmasdan ishlaymiz. Operator qizlarimiz sizga javob berishadi.